Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bugungi avzorimiz gilamlar haqida bo'ladi. Xo'p, keladigan bo'lsa gilamlarimizga endi saysaliklari 45 ming so'mdan. Bularda har xil gullari, rasvetkalari bor. Misol bunisi haytek bo'ladi. Buni gulligi ham bor. Bundan tashqari bu yerda yana gulliklari, bejivilari bularda seriyasi ham bor. Har xil sveti bor. Assortimentimizga keladigan bo'lsa 50 dan ortiq assortimentimiz bor. Gullari 50 xili bor. Yoqqanini tanlab qilib beraveramiz. O'ziga qaysi biri ma'qul keladigan bo'lsa. Bundan tashqari 1 metrlik daroshchalarimiz ham bor. 1 metrlik daroshchalarimizni narxiga keladigan bo'lsa 52 ming so'mdan qilib yubordik. Bularda ham har xil rasvetkasi bor. Bejiviy deysizmi, ko'k deysizmi, har xil gullaridan bor. Misol ko'rishingiz mumkin mana. Mana o'sha rasvetkalari 50 xildan oshiq bo'ladi. Bundan tashqari 2 metrliklarimizni narxiga keladigan bo'lsa 110 ming so'mdan qilib yubordik. Hozir ham so'raganliklari uchun qizilidan ham olib kelib qo'ydik mana. Qizilini ham ko'radigan bo'lsa yangilikdan, eski gullardan emas. Mana. Bular narxi 110 ming so'm. Bundan tashqari endi 3 metrliklarimiz bor. Bularni ham ko'radigan bo'lsak, bu yerda taftin palos, o'zimizning tilda aytganda rossiyskiy palos deydi. Bular 4 metrlik narxi 210 ming so'mdan. Gilomlarini ham 210 ming so'mdan qilib yubordik. Endi 4 metrliklarini. 3,5 metrliga keladigan bo'lsa, Samarqand Yek firmaniki bo'ladi. Narxiga kelsa 185 ming so'mdan. Buni ham 30 xil rasvetkasi bor. Ko'rishingiz mumkin. Va yana bundan tashqari endi 3 metrlik metrajlarimiz narxi 155 ming so'mdan qilib yubordik. Bularda ham 30 xil rasvetkasi bor. Bundan tashqari gatoviy deysizmi, boshqa razmerlaringiz bo'ladigan bo'lsa, hamma razmerlaringizni to'g'rilab qilib beramiz. Xo'p, qalin so'ragan klientlarimiz uchun ham paytida 130 ming, 140 ming so'm sotilgan, hozirgi kunga skikaga tushib 95 ming so'mdan qilib yubordik. Bundan tashqari endi 4 metrliklarimiz ham bor. Bular o'sha aytganimdek 210 ming so'mdan yengilroq kachistvalari. Ko'rishinglar mumkin. Bu ham juda chiroyli kirchimon. Nevarasi ko'p xotinonlar uchun juda chiroyli bo'lib chiqqan. Olasiz, ochiqroq guli ham bor buni. Bejiviy deysizmi, har xil gullaridan bor. Bundan tashqari mana yana 3,5 metrliklari. Bularni ham o'sha aytganimdek 185 ming so'mdan qilib yubordik. Juda chiroylilarini. Samarqand Yek firmasiniki bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. Yuvganingizda tuk qo'yib yuborib, rasvoq chiqib ketadigandan emas, xizmati bexijolat narsa. Bundan tashqari 370 liklarimiz ham bor. Bular narxini 195 ming so'mdan qilib yubordik. O'zini qadrini bilgan hojona hostomonlar uchun yangilik daroshchalarimiz ham keldi. 40 ga kirib, o'zini qadrini bilgan qorakamlar uchun ham olib kelib qo'ydik. Bular narxiga keladigan bo'lsa 210 ming so'mdan qilib yubordik. Kompleks aytgan razmeringizda bor. 80 dan tortib endi 2 metrgacha bo'ladi. Xo'p, sizlarda hali metrajlar bormi deganlar uchun bizda gatoviy gilomlar ham bor. Razmerlarga keladigan bo'lsa 2 dan boshlab 4 ga 8 gacha bor. Bundan tashqari 5 ga 5 deysizmi, 5 ga 6 deysizmi, gatovilarimiz ham bor. Bu gatovimiz razmeriga keladigan bo'lsa 320 ga 5,5 metr bo'ladi. Narxiga kelsa 950 ming so'm. Skikkada narxi bu. Bundan tashqari avani deysizmi, 4 ga 6 deysizmi, qalinlarda deysizmi, har xil razmerlarda bor. Biberlarimiz juda ko'p. Assortimentga bitta baho berib qo'yaverasizlar. Xo'p, avanilarimizga keladigan bo'lsa, avanilarimiz 1 ga 1 dan boshlab 4 ga 5 gacha avaniyimiz bor. Bularda ham har xil razmerlari, gullariga keladigan bo'lsa, 50 xildan oshiq gullari, rasvetkalari bor. Bu avanilarimizga keladigan bo'lsa, 1 ga 1 dan boshlab 1 ga 2, 2 ga 3 avanilarimiz ham bor. Bular Eron bo'ladi. Kачествоsi keladigan bo'lsa, Eron kачество
iplari ham paxtali, tozasidan, qalinidan bo'ladi. Manzilimizga keladigan bo'lsak, Andijon viloyat Bo'z tumani O'zbegim to'yxonasini yo'parasi Dur savdo markazining 2-etajida pastki nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Rossiyskiy palosalarimizdan so'rovdingizmi? Mana xilma-xil rasvetchalarini olib kelib qo'ydik-ku. Qizil deysizmi, yashil deysizmi, hamma svetidan bor bo'ladi. Aytgan razmeringizda hammasidan mavjud. Bizning xizmatlarimizga keladigan bo'lsa, uyingiz bor, o'lchash, kesish, perigostlari bo'lsa, ko'zlarini yo'qotib, nolga tushirib berishlaringiz mutlaqo bepul. Pastki nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Manzilimizga keladigan bo'lsak, Andijon viloyat Bo'z tumani O'zbegim to'yxonasini yo'parasida Dur savdo majmuasining 2-etajida.